Sab'ai sayyor, 7 sayyora. Alisher Navoiy hamsasining 4-dostoni bo'lib, 1484-yilda yaratilgan ishqiy sarguzasht xarakteridagi asardir. Asar 38 bob, 5009 baytdan iborat Bahromgur afsonasi asosida yozilgan. Doston hamd, munojot va na'at bilan boshlangan, so'ng voqealar bayon etilgan. Boshqa dostonlardan farq qiladi. Hikoya ichida hikoya usulida yozilgan. Bahrom va Dilorom voqeasi asarda qoliplovchi hikoya bo'lib, uning ichida yana 7 hikoya keltirilgan. Ular asarning umumiy yo'nalishi bilan chambarchas bog'lanib, yaxlit bir badiiy asarning uzviy qismlarini tashkil etadi. Ayni vaqtda hikoyaning har biri mustaqil hisoblanadi va mavzular davrning, xalq turmushining muhim tomonlarini qamrab oladi. Xalq hayoti, tinchlik va osoyishtalik, adolat va vatanparvarlik, sevgi va ma'rifat g'oyalari ilgari suriladi. Munofiqlik va zolimlik qoralanadi.